Dasturimiz davom etadi. Xalq banki aksiyadorlik tijorat bank tomonidan kambag'allikdan farovonlik sari davlat dasturi doirasida aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan samarali loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga moliyaviy ommabop kreditlar ajratilyapti. Bugungi kunda mahallalarda aholining turmush darajasini oshirish, ularni ish bilan ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan. Joriy yilda davlatimiz rahbari tomonidan kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, tomorqalardan samarali foydalanishni tashkil etish orqali aholi bandligi va daromadlarni oshirish vazifasi yuklatildi. Chirchiq shahridagi mahallalarda bu borada samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallamiz og'ir hududga tushgan. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan 3 milliard 200 million so'm miqdorida pul ajratilgan. O'sha pul evaziga kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida hozirgi kunda mahallamizda simyog'ochlarni almashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Muqaddam bu joylarimizda ko'p uzilishlar bo'lar edi. Yo'llarimiz ham 1.6 kilometr joyi hozirgi kunda asfaltlashtirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Gulshan ko'chamizda 40 yildan davomida ariqdan kelmagan suv evaziga 131 ta xonadonimiz suvdan qiynalar edi, tomorqasini sug'orishdan. Hozirgi kunda Xalq bankining homiyligi asosida 1,5 kilometr joyga hashar yo'li bilan suv tortib keldik. Hammamizga ma'lum, Chirchiq shahri atrofi suvdan iborat bo'lib, ushbu imkoniyatdan samarali foydalanib, hududda g'ozchilik va baliqchilik tashkil etildi. Bundan tashqari bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida serdaromad yo'nalishlarini tashkil etish bo'yicha 220 million so'mlik homiylik mablag'i hisobidan g'ozchilik majmuasida 25 nafar kambag'al oila a'zolari doimiy ish bilan ta'minlandi. Har bir xonadonga 25-30 tadan g'ozlar taqdim etilib, boqish davomidagi barcha sir-asrorlar o'rgatib borilmoqda. Imkoniyatli bergan, hozir kredit oldim. Oldin unaqa narsalar yo'q edi. Hozir mana bemalol bo'lib qolgan. 50 millionlik kredit olib, mana shu g'ozchilik chorvam bor. O'shanga ishlatib, hozir g'oz ko'paytiryapman. Bir 20 tacha g'ozim bor. O'sha 20 tadan bir 150 tadan o'tib ketdi bolalari. Imtiyozli kredit olib 33 millionlik jo'jalarni olib kelib mana hozir 800 tadan oshdi. Yil oxirigacha 1000 tadan oshiramiz. Mahallaga 10 kishiga yana bandlik qilingan, kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan mana yerlarni tekislattirib, suvlarni qazib berishdi, ariqlar bilan. Setkalarni o'rab berishdi. Shuningdek, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Chirchiq shahrining qator mahallalarida kam ta'minlangan oilalarga hududga mos bo'lgan 1140 dona mevali ko'chatlar tarqatildi. Oilaviy baliqchilik bilan shug'ullanish uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Baliqchilik bilan shug'ullanamiz, oilaviy. Ishimiz ko'paytirish, o'stirish, g'ozlarimiz bor, quyonlarimiz bor. Xalq bankidan 33 million olganmiz kredit. 280 million so'm evaziga tomorqa yerlarini sug'orishni yaxshilash maqsadida 1,5 kilometr masofadan suv yo'llarini beton lotoklar asosida qurish, ta'mirlash va tozalash ishlari uchun oqova suv tortib kelish amalga oshirildi. Kambag'allikdan farovonlik dasturi doirasida Miralisher va Muruvvat mahallasiga kam ta'minlangan oilalarning daromadligini oshirish maqsadida g'ozchilik faoliyatini tashkil qilganmiz. Ikkita mahallaning 3 ta hududida umumiy g'ozchiligimiz sonini hozir 1000 taga yetkazganmiz. 2025-yil yakunigacha hududimizga umumiy hisobda 3000 taga chiqarish niyatimiz bor. Hududda mart-aprel oylarida oilaviy tadbirkorlik dasturi bo'yicha 72 nafar o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga 1,1 milliard so'mlik va moliyaviy ommabop kredit mahsuloti bo'yicha o'zini o'zi band qilgan 9 nafar ayollarga 380 million so'mlik kreditlar ajratildi. Mahallalarda sayyor qabullar o'tkazilib, 87 ta murojaat natijasida 5 nafar fuqaroga kredit ajratish masalasi hal etildi. Xulosa qilib aytganda, Chirchiq shahrida tomorqalardan oqilona foydalanish, oilaviy biznesni kengaytirish va aholi bandligini oshirish yo'lida amaliy sa'y-harakatlar olib borilmoqda.